Assalomu alaykum barchaga. Bizning tayyor gullarimiz hozircha zakazga yasalgan bu bitta klientga. Sizlarga mana shu gullarni narxlari bilan aytib o'taman. Kimga qiziq bo'lsa videoni ko'ringlar. Chiroyli gullarimiz bor. Bir boshidan kelsak. Mana bu ramashka gulimiz. Bir donasi gulini o'zi. Simini o'zi 50 cm bo'ladi gulsiz holatiga. Pachkasiga 20 ta, bir donasining narxi 1500 so'm. Optimga juda ham ancha arzon ekan. 40-50% arzon optimga. Bir pachka olgan odamga shu 1500 dan 20 ta bo'ladi pachkasiga 30 ming so'm. Buni 4 xil rangi bor. Oq, rozvoy, oranjiy, keyin maliniy rangi ham bor. Keyingi gulimiz shu ramashkani juda ham kichigi. Mana. Bu ham chiroyli gulcha. Buni donasi 1000 so'mdan, pachkasiga 20 ming so'm bo'ladi. Optimga bu ham ancha arzon. Bulardan 300 mingta, 400 mingta bor. Kerak bo'lsa ertaroq zakaz qilasizlar, esa beraveramiz. Keyingi gulimiz mana bu lidiya fasondagi gul. Hadovoy gullarimizdan juda ham yaxshi sotiladi. Bittasining uzunligi ko'pini o'zi 50 cm. Buni ranglari ham mana maliniy, mana bu rozvoy sifat, fioletoviy, oranjiy, mana bu ham sal boshqacharoq rang. Mana bu ham boshqacha rang. Ranglari ko'p. Bu narxi 1800 so'm, 1500 so'm atrofga sotiladi donasi. Keyingi gulimiz mana bu g'uncha gulimiz. Bu ranglari juda ham chiroyli, juda ham nafis. Eng hadovoy gulimiz. Ko'pini o'zi 50 cm, katta maysalari ham bor. 6 xil rangi bor. Bu yerga bilmadim necha xil rangi ko'rinadi hozir. Bu bir xil rangi, bu ikkinchi rangi. Mana bu oranjiy rangi bor. Mana bu rangi juda ham chiroyli. Yana ikki xil rangi hozir bu yerga yasalgan yo'q ekan, ulardan ham bor. Bu gulimizdan ham hozir ham bir 100 mingtalar bor. Zakaz qilsalaringiz bo'ladi. Yana bir gulimiz juda ham yaxshi sotilibdi bu ham. Yulduzcha degan g'uncha bu. Buni ham cho'pi 50 cm, bunga ham nima bor? Maysalari bor. Buning narxi 2000 so'mdan. Optimga arzonroq. Buni ham narxini aytib o'tay. Buni ham narxi 2000 so'mdan. Bu ham optimga arzonroq. Mana bu gulimiz, to'palang gul eng ko'p sotiladi. Barxt lola deyiladi. Xohlasilar bariga qorasi, xohlasilar bariga mana bunaqa yashil rangi ham bor. Juda ham chiroyli. Ko'pini o'zi 50 cm, yarim metr degani. Katta maysalari bor. Ichi to'la, ichi ochilayotgan yo'q emas. Rahmat berasizlar. Buni donasi 3000 so'mdan sotilibdi donaga. Pachkasi 60 ming bo'ladi. Bu ham optimga arzonroq bo'ladi. Bu ham soni ko'p hozircha, 1-200 mingta bor. Zakaz qilinglar. Yana bir xil gulimiz. Bu yangi kelgan novinka. Ranglari juda ham chiroyli. Maliniy, juda ham yarqi, tiniq. Kachesvasi eng zo'r materiallardan yig'ilgan bular. Fioletoviy ham juda ham zo'r, lekin juda ko'pchilik yo'qotdi. Qizil gul ko'p gullarga bunaqa yarqi bo'lmaydi, lekin mana shu gulga juda ham yarqi. Juda yarqi, juda chiroyli. Bu materialning o'zi qimmat material. Shu ranglari ham juda ham chiroyli chiqqan. Sariq rangini. Dahshat. Yana 2-3 xil rangi bor. Ular ham yig'iladi, tayyor bo'ladi. Buni cho'pini o'zi 50 cm, maysasi bor. Narxi 2000 dan ancha arzon ekan. Endi sotuvini ko'ramiz. Bu yerda 1500 lar, 1800 lar atrofiga
sotiladi donaga, Optimga arzonroq. Mana bu gulimiz. Lidia deb nomlaganmiz buni. Ancha kattaligi, mana bitta qo'ldan ichiga ushlab tursa, mana shu razmerga. Pachkasiga 20 ta bo'ladi. 50 santimetrlik cho'pga qo'yilgan. Bariga ham yaxshi barik, katta barik. Ranglari mana shu rang. Oranjiy, fioletoviy, keyin hamnoqayin oq chertga rozvoy rangi bor, keyin hamnoqayin nima rang deyiladi, bilmadim. Koralviy deyilsa kerak. Shu ranglardan bor. Gulimiz 2000 so'm. Bu ham Optimdan arzon. Ukropli barxit g'uncha. Ukropi bor. Chiroyli 50 santimetrlik cho'pga qo'yilgan. Barxit polnistyu. Buning narxi 2500 atrofida. Simichka, bu simichkamizda mayda razmeri, bizga bundan kattasi ham bor. Rangi juda yarki. Bir ma'lumot, gulli rangi yarki bo'lsa, qimmatroq materialdan ishlangan gullar rangi yarki chiqadi, zimiq bo'lmaydi. Kiyim ham o'zini qattiq tutib turibdimi, demak bu qimmat yaxshi materialdan ishlangan. O'limchi arzon material bunaqa bu osilib turadi. Bu ham 50 santimetrlik cho'p yig'ilgan. Narxi bu ham shu 1,5 ming. Optimdan arzon bo'ladi. Mana bu ramashka gulimizning kattarog'i. Eng katta ramashkamiz. 4 xil rangi bor. Oq, sariq, maliniy. Keyin yana bir xil rangi bor. Hozir yig'ilmagan ekan. Klientga tayyorlangan bu ham. Hamma rangi chiroyli. Oq rangini ham mana ko'rsatishim mumkin. Chiroyli. 50 santimetrlik cho'pga. Narxi 1,5 ming so'm. Mana bu barxit loladan sal kichirog'i. Buni ham nomini barxit lola deymiz. Bu ham 50 santimetrlik cho'pga. Katta maysa. Juda yarki rangi, juda tiniq. Eng qimmat barxitdan yasatilgan. Mana ichi to'la buni ham mana. Ko'ryapsizlarmi? Ichi ochilayotgan emas. Ichi to'la bo'lish uchun yana dabavka qimmatchi material ishlatishga to'g'ri keladi. Bu novusi qimmat chiqadi. Shuning uchun ko'pchilik ichi ochiq gullarni sotadi. Bizda har doim chiroyli va sifatli gullar. Buning narxi 2,5 ming so'm. Ziyod kami bor Optim donaga. Mana gulimiz g'unchali, tomirchali liliya, mana tomirchalari bor. Juda ham chiroyli. Ranglar bundan yana 3-4 xil rang yana kelyapti. Yasalopti. Tayyorlanibdi. Mana bir donasini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Cho'pi ham 50 santimetrga yasalgan. Juda ham chiroyli. Buni narxi 2,5 mingdan arzon chiqadi. Optimga yana arzon. Kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Bu hozir bu yerga qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 xil gulni ko'rsatdim. 28 xil gulimiz bor. Hozircha men sizga tayyorlarni ko'rsatdim. Bular hammasi klientga olib ketadi. Klientlar zakaz qiladi, tayyorlab beramiz, olib ketishadi. Sizlar ham zakaz qilinglar. Bizda boshqa gullar ham bor. Mana gullar. Ular bitirish bo'lmaydi, hammasi material holatga bo'ladi. Biz o'zimiz buni yasatib yig'diramiz. Seximiz bor, ishxonamiz. 50-60 ta odam ishlaydi. Yana bir xil gulimiz tomir g'uncha deyiladi. Buni 7 xil rangi bor. Juda ham chiroyli. Hamma rangi chiroyli. Mana simichkan kattasi. Mana ham barxit atir gullarimiz bor, katta-katta.
Keyin sizlarga nima ko'rsataman? Mayda chigulchilarimiz bo'lmamliqan lolacha deyiladi, maydasiga o'tkaziladi, maysacha bilan chiroyli chiqadi, 700 so'm, 800 so'm sotiladi. Gullar ko'p. Kuzatib boringlar, zakaz qilinglar. Bizning manzilimiz Samarqand viloyati Urgut tumaniga. Ishxonamiz O'ramas mahallasi. Telefon nomer 99 kod 956 16 00.